Ma kuzval aldırıp ettigen näme algandy? Almira näme aldыңыз? Gep qılmağa. Bizden oydaki poz yoqlap ketgan qara. Nima? Poza. Nima poz diyen? Oxumamsız onu siz. Ya, Opam beyci yoqlap ketdi. Şu men bir yastık keleydik mağdım. ne verip yazsız? Evet, qurma tustanlı qaşa var bizde. Na. Yana bir yastık keleyli. Stam kanalları yaxşıma. Yazma meni esirge alalım. Aldım. Men bugun bir poz lazım bo'lib qilib kelgandim. Bo'ldi. Qanday poz lazım? Aylar ishlatgandek poz bo'ldi. Man poz qilpasam bo'ladi. Ha, ma'qul. Juvag'im bo'ldi. Ha, Ashunda qilib beraymi? Ma'qul. Bishlo qilib beraman. ma'qul. Ayni shunday pozdir bitdi. Ay, acayip chiroyli qilibdi ya bu. Chiroyli chiqdi poz qilibdi. Apam qo'shib ketadigan bo'ldi-da. Xo'sh olsun. Ustam adati bu poz qancha turga bo'lingandi? 3 xil bo'ldi. 3 xil. Qana ismlar ayrim bo'lgani? Mant pozisi, sams pozisi, Ha. andan pozisi degandek. Maqasi. Bu odatga o'yda ishiladigan poz. Buni ishtirnochilik qasish. Shu Qanday bunga nima ishlasak bilmamda. Juvag'iga, Ha. o'ydiga bir shaqilgan mantlarga bo'lar. Ha, mant poz degan shu ekanda. shu, ha. Ha. Amsa buningki shu cho'ng kichikliginingki o'lchim bormi? Ba. Poz bo'lmaydi. Ha. Mana ona sams pozisi. Sams poz. Bu ikkisi qanday farqi o'xshashgan? O'xshamaydi. Maya tikrak meniki. Ha. Mana jumlalar. Jumla shu ekanista, men sams pozsi. Ayliqi oshxonalar ishlatgach ma'vo teg'dimi bakarak ilqashni shirkanista. Amsa bu shuni ilqi cho'ng kichikligining o'lchami menda xaridalarning talabiga asosan o'zgartirib qo'yamsa, ya muqimlanmi cho'ng kichikligi? Farqlib ketmaydi asosan. Ha. Tomliqqa jiq farqlib ketmaydi. Men kichik vaqtimda esimda qolish opamning bu yo'g'on, tom bir poz bo'ldi. U ham yo'g'ondan bo'ladi. Ha, non poz ekanisizlar u. U mana semizak chiqadi. Semiz milqi cho'ng chiqadi ekan-da. Cho'ng chiqadi. Ma'qul ustam amsa, rahmat, sizni ovar qildim men. Ma'qul, xo'sh.